Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va do'konimiz xaridorlari. Bugun sizlar uchun Cobalt, Gentra, Nexus, Spark, Metis avtomobillar uchun Nexia 1, Nexia 2larga chexol poli va tarpey chexol, bir xil pasvetka chexollarimiz assortimentini ko'rsatamiz. Bu mashinalar sanab o'tgan mashinalarning hammasiga komplekti bor. Videomizga like, podpiska bosishni unutmang va yaqin do'stlaringizga tashlab qo'ying. Birinchi tanishtirishni boshlaymiz. Chexollarimizdan o'sha sanab o'tgan hamma avtomobillarimizga bor. Tushishlari ham zo'r, orqalari, germontallari ham qalin, yaxshi sifatli ishlatilgan, choklari ham akkuratniy itvor bilan tikilgan. Mashinada turganda ham choklari g'ijim qolmaydi, birga bir chayroq tushadi. Didishkalari bor, yo'llarda qanotlari bor, bellarga arg'amchilarni to'qilgan, telatib qizdirish oldan oladi. Hop, bunga pasvet turib, tarpeyda chexollarimiz sifatlari ham o'ta chiroyli, tushishlari ham birga bir tushadi, orqasi pistolli bo'ladi. Yopishtirib qo'ysangiz surilib ketmaydi. Hop, bu komplektimizga Xitoy varianti rul chexolimizdan kelib qo'yganmiz. Lacoste rang bu ham sifatlari yaxshi, uzun komplektida mini-iplari ham tayyor. Kelib cho'llar qo'yib berishadi. Bu komplektimizga Ecor Lacoste rang o'sha tushishlari ham qolib bo'lib chiroyli tushadi. Mana shu yo'llari ham birga bir chotib tushadigan qilib qo'yilgan. Hamma mashinaga bor sanab o'tilgan. Tracker 10X'larga ham komplekt pasvet qilib beramiz. Shunaqangi chexol polilar, aksesuarlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qiling. Manzilimiz Namangan shahar, Lolajahon bozori, 59-do'kon. Videomizga like, kommentariyada chiroyli fikringizni qoldirishingizni so'raymiz.